Oilali erkakni sevib qoldim. Qanday o'zimga qaratib olay? Qarang, zo'r yo'li borda singlim. Otangizga, onangizni ustiga bitta xotin olib bering-da. Boyagi xotinni uyga olib kelib qo'ying, onangiz bilan birga yashasin. O'shanda qarab sekin o'rganasiz. Qanaqa qilib otangizni onangizdan tortib olayotganini qarab opit oshirasizda, keyin oilali erkaklarga qarab hujumga o'tasiz. Hech kim qo'lingizdan qochib qutula olmaydi. U sizga zo'r opit bo'ladi. Rasmingizni ko'rdim. To'g'risi, rasmga qarab ajratib qolganman-da, jirt-jirt bo'lib qolgan qizlar bor, shunaqalarni, shuni rasmiga qarab biladigan bo'lib ketganman. Opitim shu darajada oshib ketganda, yomon jirtillab qolibsiz, lekin bor, o'zingizni bosib oling, hali yosh ekansiz. Shunaqa masjidga rasmingizni shundoq qo'yib qo'yib gapirgim keldi, yana shaytonga hay berdim. Singlim, butun hayotingiz oldinda qo'ying, birov qarg'ishini olmang. Iltimos, ana pirt bo'lib qolgan narsani shuni juplang. Bo'ldi, hayotingiz go'zal bo'lib ketadi. Boshqa iloji yo'q.